onaning vasfini qilishga, muqaddas dinimizda onaga berilgan yuksak baho borasida bilganimizcha suhbat qilamiz. Azizlar, bu kurrai zamin uzra insoniyatni bugun chiroyli bir hayot umrguzaronlik qilishimizga sababchi bo'lgan, fidokorlik ko'rsatgan mehribonimiz onalarimiz haqlarida inshaalloh suhbat qilamiz. Yozilish jihatidan arab imlosida 2 harfdan iborat, o'zbek tilida esa 3 harfdan iborat bo'lgan bu so'z yozilish jihatidan, imlo jihatidan juda oz harflar ishtirokida bo'lsa-da, lekin ma'no, mazmun jihatidan bu so'zning zamiriga butun kurrai zamin sig'adi. Bizning talaffuzimizda ona so'zidan ulug' bir siymo yo'q. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda Makka mukarramani, muqaddas manzilni Ummul Qura, shaharlar onasi deb so'zi bilan, ona so'zi bilan ta'rif etdi. Qur'oni Karimni Alloh taolo Ummul Kitob, kitoblar onasi dedi. Allohning nazdida mo'tabar bo'lgan manzil, kitob ona so'zi bilan ta'rif etiladi. Biz ham azizlar ona yurt, ona zamin, ona vatan, ona tuproq deymiz. Chunki ona so'zi shunchalar mo'tabarki, bu so'zga nisbatan har qancha razil odam ham noma'qul gapni aytishga jur'ati yetmaydi. Mayli, chiroyli degan so'zni boshqa narsaga ham ishlatishimiz mumkin. Yomon narsalarga ham ishlatilish mumkin. Lekin ona so'zi ketganda, ona so'zining zamirida umuman eng yomon odam ham bu so'z zamirida noma'qul gapni aytishga jur'ati yetmaydi. Bizni muqaddas dinimiz Islom insoniyatni yaxshilikka buyurishda avvalambor o'sha yaxshiliklarning eng avlosi ota-onaga qilingan yaxshilik deb targ'ib etadi. Bandadan sodir bo'ladigan ulkan gunohlar ichida ota-onaga osiy bo'lishni eng ulkan gunoh sifatida keltiradi. Bizni muqaddas dinimiz bizni qiladigan sarfa xarajatimiz, ehsonimizni eng ulug'i deb otamiz va onamizga qilingan sarfa xarajatni keltiradi. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri savobi ko'p qilgan sarfa xarajating dedilar. Ahlinga, rizg'oringga, otang va onangga qilgan sarfing dedi payg'ambar alayhissalom. Ana azizlar, onaning ta'rifi oddiy bir insonni qalbida qay darajada muhim. Muqaddas dinimiz onaning ta'rifini yuksaklarga ko'taradi. Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni buyurib, alohida ona haqida, uning mehnati haqida to'xtaladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va vassaynal insana bivalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Biz insonga o'z ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurdik. Uning onasi qiyinchilik ustiga qiyinchilik ila uni homila qilib ko'tarib yurdi. Va vassaynal insana bivalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan va wada'athu kurha. Biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurdik. Uning onasi mashaqqat ila homila ko'tardi va mashaqqat ila farzandini dunyoga keltirdi deb onaning ko'rgan zahmat va mashaqqatlarini Alloh kalomida keltiryapti. Farzand tarbiyasida otani ko'rgan mashaqqatlari keltirilmagan, balki onaning zahmatini Alloh homila mashaqqatini, dunyoga keltirish mashaqqatini, uning homila va emizish muddatini Alloh taolo 30 oy deb emizish muddatini ham Alloh taolo Qur'oni Karimda keltiryapti.
Shuning barobarida payg'ambar alayhissalomning huzurlariga kelgan bir yigitga Rasul akram alayhissalom 3 karra kimga yaxshilik qilay deganda man abarru, kimga yaxshilik qilay deganda Sarvari koinot 3 karra onangga deyishlari bejizga emas. Bu Qur'on oyatlari bilan nechog'lik muvofiqligini ko'rishimiz mumkin. 4-karrasida otangga dedilar. Mana shu yerda o'tirgan otalar farzand tarbiya qilyapmiz, lekin bolaga sarf etiladigan mehnat va mashaqqat otaga nisbatan onaning 3 karra haqqi ko'p. Bu yerda haqdorlik haqida gap ketyapti. Birinchi haq homila haqqi. 9 oy qornida ko'tarib yurganligini haqqi. Ona bechorani o'zidan o'tadi, o'zi biladi. Ikkinchi haq tug'ruq haqqi. Jonini garovga qo'yib, o'limni bo'yniga olib, bolasini dunyoga keltiradi. Bitta farzand homila ko'tarib tug'adi, ne mashaqqatlar ila dunyoga keltiradi. Yana shunga rozi bo'lib, yana tug'aman deb, yana homila ko'tarib, yana farzandni dunyoga keltiradi. Bu mashaqqatlar otaning boshidan o'tmaydi azizlar. Uchinchi haq ko'krak berish haqqi. Kechalari bedor bo'lib bolasiga ko'ksidan bol emdirgan bu ona bo'ladi. Yetaylik bir onaning 5 ta farzandi bo'lsa, orasi 2 yildan bo'lsa 10 yil shu ona kechasi uxlamagan. 10 yil bolalarning qo'l qurg'ini poklab, tozalab, yuvib taragan. Onaning poyi jannat. Har kim o'zi bilganicha onani madh qiladi. Qalam ahli qalami bilan, hofiz nolasi bilan. Lekin bashariyat tarixida eng ulug' bahoni ona siymosiga Rasul akram alayhissalom berganlar va davri qiyomatga qadar onaga bundan oshiq baho bo'lmaydi azizlar. Jannat onalari poyida. Biz intilgan, so'raganimiz jannat aslida bugun onamizning poyida. Muhammad ibn Munkadir keksa onalarini qo'llaridan ushlab turg'izib qo'ydilar. O'zlari yerga yotdilar. Tek turgan keksa onaga aytdilarki, onajon, iltimos, oyoqlaringiz bilan meni bir yuzimni bossangiz, toki sizning poyingiz tekkanligi sharofati ila mening yuzim do'zax otashiga ro'para kelmasa dedilar. Onalariga mana shunday yuksak ehtirom va hurmatni ko'rsatdilar. Azizlar, Rasul akram alayhissalomning hayotlarida ham biz ona siymosiga ko'rsatilgan yuksak ehtiromni ko'rishimiz mumkin. Tarbiya qilgan Halima onamizga ham yuksak hurmat ko'rsatdilar. Rasul akram alayhissalomning xonadonlariga bir kuni Bani Sa'd qabilasidagi qurg'oqchilikdan, turmushning mashaqqatidan shikoyat qilib kelganlarida buni eshitib turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari Hadicha onamiz tashqariga chiqib ketdilar va nimanidir tashkillashtirdilar. Payg'ambar alayhissalomga tarbiya qilgan, ko'krak bergan, Rasulullohga 4 yil xizmatkor bo'lib, Rasulullohni ta'lim tarbiya qilib voyaga yetkazgan, ko'ksidan emdirgan Halima onaga Hadicha onamiz bir tuyani hozirlatdilar. Yelkasi ko'taradigan darajada oziq-ovqatni yukladilar. Tuyani yelkasiga o'tkazib qo'yib, oldiga 40 ta qo'yni qo'shib, qabilasiga jo'natib yubordilar. Rasul akram alayhissalomni tarbiya qilgan, emdirgan ona uchun sarvari koinotni ayollaridan bo'lgan yuksak ehtirom. Keyinchalik Halima onamizning qizlari ham kelganda Rasul akram alayhissalom Shaymo ismli Halima onamizning qizlariga ham yuksak hurmat ko'rsatdilar. Mening onamning qizi deb hurmatlarini o'rniga qo'yib, juda katta darajada hadiyalar bilan qabilasiga jo'natib yubordilar. Tarixda o'tgan buyuk zotlar hammalari ona siymosiga bo'lgan yuksak ehtiromni o'z hayotlarida birma-bir ko'rsatdilar. Ibn Habib onasining boshidan o'pardilar. Onalari
yursalar yonlaridan barobar tarzda yurmasdilar. Onalari o'tirgan tomning tepasiga chiqmasdilar va onalari bilan bir idishda taom yemasdilar. Onalariga bo'lgan hurmatni o'z fe'llarida mana shunday hurmat tarzida namoyon etdilar. Azizlar, bugun hammamiz ham guvoh bo'lyapmiz. Inson tug'ilib ilk bor tili chiqqanda dunyoda birinchi o'rgangan so'zi bu ona bo'ladi. Ona degan so'z ila dunyo yuzini ko'radi va boshqa so'zlar uning qatoriga qo'shilib keyin o'rganiladi. Hammamizni ham tarbiyachimiz bo'lgan, fidokorimiz, rahnamoyimiz bo'lgan onalarimizni qo'limizdan kelganicha hurmat qilishni azizlar biz o'tgan ulug'larimizdan o'rganishligimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan marhamat qiladilar. Man qabbala aynay ummuhu kana lahu sitron minan nar. Kimki onasining ikki ko'zidan o'psa, do'zaxga parda bo'ladi dedilar. Qarangki, bizni shu qilgan amalimiz muhabbat va shafqat ila onamizning chehrasidan, peshonasidan o'pishimiz bu bizga do'zaxdan parda bo'ladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar: farzandni o'pish darajot, ayolni o'pish shahvat, ota-onani o'pish ibodat. Kimki bolasining peshonasidan o'psa, darajot topibdi. Kimki ota-onasining peshonasidan o'psa, ibodat qilibdi deydilar. Bu ibodat bizni bu amalimiz. Mana shunday e'tiqod bilan tarbiyalangan musulmon avlodichalik ota-onasini e'zozlaydigan bashariyat bormi bu dunyoda? Rasul akram alayhissalom boshqa bir hadisda aytadilar: bir kishi onasining chehrasiga rahmat va shafqat ila nazar solsa, qabul bo'lgan mabrur hajning savobi yoziladi dedilar. Shunda aytishdiki: ya Rasululloh, agar onaning chehrasiga bir kunda 100 marta qarasachi deyilganda, Rasul akram alayhissalom garchi onasining yuziga 100 marta qarasa 100 ta hajning savobi yoziladi deb Rasul akram alayhissalom marhamat qildilar. Biz ularning chehrasiga qaraganda shuncha ajr topamiz. Endi onasini e'zozlagan, uning hurmatini o'rniga qo'ygan farzand dunyoy oxiratda xorlik ko'rmaydi. Oysha radhiyallohu anhudan marhamat bo'ladi, anhodan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhissalomdan marhamat qiladilar. Sarvari koinot aytadilar: tush ko'rdim, tushimda jannatda ekanman. Bir qorining Qur'on o'qiganini eshitdim. Bu kimning ovozi deb so'rasam, Harisat ibn Nu'monning ovozi deyishdi. Yaxshilikning mukofoti shunday bo'ladi dedilar. Harisat ibn Nu'mon qaysi yaxshiligiga bu darajani topdilar? Payg'ambarning tushida jannatiy ekanliklarini bashorati bo'ldi. Onalariga qilgan xizmat evaziga. Bu zot onalarni boshlarini o'z qo'llari bilan yuvib qo'yardilar. Taroqda sochlarini tarab qo'yardilar. Sochlarini o'rib qo'yardilar. Sochlari qurigach ro'mollarini o'ratib qo'yardilar. Har kech uzluksiz onalarini oyoqlarini uqalab qo'yardilar. Qachon ko'chaga chiqmoqchi bo'lsalar, ona ko'nglini istagini bilib keyin ko'chaga chiqardilar. Mana shu darajada qilingan xizmat evaziga Allohning munosabati qarang. Rasul akram alayhissalomning tushlarida bu zotning jannatiy ekanligining bashorati bo'ldi. Oysha onamiz aytadilar, ashobning orasida Harisat ibn Nu'mon va Usmonchalik onasini e'zozlaydigan yigit yo'q edi deydilar. Bu ikki zot onalariga ko'rsatiladigan xizmat yuzasidan tengi yo'q edi. Onalariga qilingan mehribonlik, shafqatni ular butun qalbi bilan qilardi ular. Sahl ibn Muoz
Rasul akram alayhissalomdan marhamat qiladilar: "Man barra validayhi tuba lahu va zadallohu fi umrihi." Kimki ota-onasiga yaxshiliklar qilsa, unga jannat bo'lsin, uning umri ziyoda bo'lsin deb Rasul akram alayhissalom marhamat qildilar. Azizlar, otamiz va onamizni e'zozlash bu farzandlik burchimiz, lekin ayni paytda bu ilohiy amr. Alloh va uning rasulini buyrug'i, vijdon amri, iymon amri sifatida biz qarashligimiz kerak. Ota-onaga xizmat qilishning zamirida nima bor? Jannat bor. Ota-onaga xizmat qilishning zamirida umrimizning ziyoda bo'lishi bor. Rizqimizga barakot kirishligi bor. Demak, hamma ulug'lik ota-onaga qilingan xizmat yuzasidan bo'ladi. Men nima topgan bo'lsam, moli davlat, shoni shavkat, mansabi martaba ota-onamning duosi bilan degan farzand aqlli farzand bo'ladi. Endi ko'ryapmiz, ba'zi bir ota-onalar farzandlarini qilgan ishlaridan ko'zlariga yosh olib yig'layapti. Hazrati Umar aytadilar: "Ibka ul validayn minal uquq." Ota-onani yig'latish oq bo'lishlik deydilar. Oq bo'ldi degan nima degani? U oqarib ketdi degani emas. Oq bo'ldi degani uzildi, kesildi degani. Nimadan? Ota-onaning nazaridan, e'tiboridan, Allohning nazaridan, e'tiboridan uzildi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Jannatning hidi 500 yillik masofadan kelib turadi." Ota-onasiga oq bo'lgan farzand jannatning hidini ham hidlamaydi. Mana tavsiya. Bizga jannat kerak degan aqlli yigit ota-onasini kuldirsin, o'ynatsin, ko'ngli bilan yashasin, ota-onasiga xizmat qilsin. Ana keyin hamma darajat shunda bo'ladi. Muhammad ibn Munkadir bir yigitga aytdilarki: "Iza da'aka abuk fa anta tusalli fa ajib." Agar nafil namoz o'qib turgan bo'lsang, otang chaqirib qolsa, namozingni buzib, otangga javob bergin dedilar. Ota-onaga shu darajada itoat qilishlikka buyurilgan. Imom Shofiiydan so'rashdi. Bir yigit kelib, yomg'irli kunda onam jamoat namoziga chiqishlikka ruxsat bermaydilar. Bolam chiqmagin, o'tir oldimda deb namozni o'qib kelishimga ruxsat bermaydilar. Nima qilay deb so'raganlarda, "Ati'ha", onangga itoat qilgin dedilar. Onangga bo'ysungin dedilar. Hamma ulug'lar, salaflar, Rasul akram alayhissalomning zamonlaridagi tarbiya ko'rgan ashob onaning xizmatini yuksaklarga ko'tarishgan. Imom Hasan aytadilar: "Ota-onaning duosi moli davlatga va farzandga barakot beradi." Shuning uchun azizlar, kasbi korda yurgan yigitlar, o'sha ota-onani duo qilib turishimiz ham kerak. Onamiz va otamizni va ularni duosini olishga o'zimiz ham ularni duo qilib turishlikka xaridor bo'lishimiz kerak. Duoni ham olishimiz kerak ota-onamizdan va ayni paytda ularning haqlariga ham biz duo qilib turishligimiz kerak bo'ladi. Manzara qabra ummihi aw qabra wahidin min qarabatihi kutibat lahu hajjatun mabrura. Kimki onasining qabrini yoki ikkisidan birining qabrini yoki yaqinlarining birini qabrini ziyorat etsa, mabrur, qabul qilingan hajning savobi bitiladi deb Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Ota-onamiz bor bo'lsa, ularning ko'ngillarini shod etish, dunyodan o'tgan bo'lsalar, ularni ruhlarini shod etish bizni azizlar farzandlik burchimiz. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu Rasul akram alayhissalomdan g'azotda ishtirok etishni so'rab kelganlarida Sarvar koinot Hazrati Muaviyaning onalarini so'raydilar. Muaviya radhiyallohu anhu onalarini hayot ekanligini aytganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam falzamha fa innal jannah tahta rijlayha. Onangni lozim tut. Onangni huzuridan qimirlamagin. Sen uchun jannat onang poyida deb
onangni ikki poyida deb Sarvari koinot marhamat qildilar. Menga jannat kerak degan farzand jannatni onasining poyidan izlash kerak. Muhammad ibn Munkadir aytadilar, akam tunni namoz, nafil namoz o'qib o'tkazdilar. Men esa keksa onamning oyoqlarini quchib, bag'rimda kechani tunni o'tkazdim. Mening tunim o'zimni xursand qilganichalik akamning tuni meni xursand qilmadi. Ya'ni men o'ylaymanki, meni tunim barakotli bo'ldi. Vaholanki akalari tunni ibodat bilan o'tkazdilar. O'sha topilgan darajotdan mening topgan darajotim baland bo'ldi deb o'ylayman degan so'zni aytadilar. Ana azizlar, ota-onaga qilingan xizmatning darajoti. Abu Burda aytadilar, Yamanlik bir kishi kelib, yelkasiga kichik bo'lib qolgan onasini ko'tarib tavof qildi. Tavof asnosida men onamning injiq tuyasiman deb onasini yelkasiga ko'tarib tavof qildirardi. Keyin Abdulloh ibn Umarni tanib huzurlariga kelib, onamni haqqini ado qildimmi deganda, Abdulloh ibn Umar yo'q dedilar. To'lg'oq oqlaridan bittasini ham ado qilmading dedilar. Hazrati Umarning huzurlariga bir yigit keldi. Aytdiki, keksa onam bor, yura olmaydilar, ko'zlari ko'rmaydi. Meni har kuni qiladigan ishim, yelkamga onamni ko'tarib tashqariga olib chiqaman. Yuzimni burib turaman. Onam tahorat qiladilar. Yana ko'tarib ichkariga olib kiraman. Yuz qo'llarini yuvaman. Og'izlariga ovqat tutaman. Oyoq qo'llarini uqalayman. Kiyimlarini yuvaman. Onamni haqqini ado qildimmi deganda, Hazrati Umar bitta so'z bilan yo'q dedilar. Sen burchingni ado qilyapsan. Onangni haqqini ado qilganing yo'q dedilar. Mana shu darajada azizlar, onaning farzand uchun mehnati singan. Bir ulug' zot shogirdlariga aytdilarki, menga dunyodagi ertaga siz uchun eng kerakli va qimmatli bo'lgan narsani olib keling deb shogirdlariga buyruq berdilar. Ertasiga shogirdlar birin-ketin o'zlari bilan o'zlari uchun qimmatli va qadrli bo'lgan olib kelgan narsalarni ko'rsata boshlashdi. Kimdir oltin, yana kimdir harir mato, kimdir esa non ko'tarib kelgan, kimdir esa kitob, turli narsalarni shogirdlar keltirgan. Lekin bir bola kaftida nimanidir ushlab turib ustozga aytdiki, ustoz, men ham men uchun qadrli narsani olib keldim. Nimani olib keldingiz deb so'raganida, jannatdan tuproq olib keldim ustoz. Ustoz tabassum bilan, qani ko'rsatingchi o'g'lim, bolakay qo'lidagi tuproqni ko'rsatdi. Ustoz, o'g'lim bu tuproq-ku, jannatdanmi shu ham deb so'raganda, ha ustoz, bu tuproq jannatdan. Men hadis eshitganman. Rasul akram alayhissalom jannat onaning poyida deganlar. Bugun men onam bosgan oxirgi izlaridan tuproqni olib keldim hovlimizdan. Ustoz, bu aqlli farzandni onasiga bo'lgan shafqati, mehri, muhabbatiga, uning haqqiga ulug'vor duolarni qilib tasannolar aytdi. Ha azizlar, bugun bor uyimizda bob bo'lib turgan jannatimiz axir shular onalarimiz. Shularni bitta peshonasidan o'pmoq sharaf. Kimlardir zorlanib onasini suratiga qarab sog'inib yurganlar, lekin bugun onamizni o'zi bor. Ularni ko'zdan o'pmoq, oyoqlarini uqalamoq. Shunday yigit bormi? Onasini boshini yuvib qo'yayotgan, onasini har kuni oyog'ini uqalab qo'yayotgan. Tarixda salaflar, ulug'lar mana shu ishlarni qilishdi. Hazrati Oysha radhiyallohu anha
islom olamidagi eng ulug' faqih bo'ldilar. Hadisning olimasi bo'ldilar. Rasul akram alayhissalomdan jami 2610 ta hadisni rivoyat qildilar. Yuksak darajadagi shogirdlarni chiqardilar. Urva ibn Zubayr e'tirof etishicha, Oysha onamiz hadis, Qur'on, fiqh, arab tarixi va nasabshunoslik, adabiyot kabi sohalarda Oysha onamizga tengi yo'q, hech kim teng emas edi dedilar. Ayolni biz ojiza, zaifa deymiz, yo'q. Dinimizning ba'zi bir ustunlari ayolning mehnatini evaziga. Birgina Hadicha onamizni qilgan mehnatini bugun 1 milliard musulmon qila olmaydi. 765 metrlik masofa tepalikka keksa yoshli qariya Rasul akram alayhissalomga taom tashlab kelardi. Rasululloh ko'chadan ozorlanib kelsalar, sarvari koinotga dalda beradilar. Lan yukhzikallohu abada. Sizni Alloh xorlamaydi. Ulug'lik bor. Siz yaxshi insonsiz deb sarvari koinotni ko'klariga ko'targan, ko'ngillariga dalda bergan Rasululloh ko'chadan ko'rgan alam va ozorlarini, taftini mana shu Hadicha onamizdan oldilar. Sarvar koinotga mana shunday yuksak hurmat ko'rsatdilar. Ummu Salama onamiz 32 nafar mashhur muhaddis ayolni yetishtirdilar. Oysha onamiz 88 nafar shogirdi bo'lib, islom olamida yuksak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin xizmat qildilar. Azizlar, onasidan yetim qolib, otasi ila ulug'lik topganlardan ko'ra, otasidan yetim qolib, onasi ila ulug'lik topganlar talaygina. Ona kim? Uning vujudi insonning ilk qarorgohi. Ona o insonning ilk muallimi. Ona ulug'lik timsoli, shodlik va quvonchning chirog'i. Umidsizlikda umidvorimiz, qayg'uyimizda madadkorimiz shu ona. Oy yuzli malak ham ona-ku azizlar. Ey tog'lar, sizlar sabotda timsolsiz, lekin onam saboti oldida siz hech narsasiz. Ey oy, senga qarasam onam esimga keladi. Lek onamga qarasam sen esimdan chiqasan. Ey jannat, sen ham aslida onam poyi ostidasan. Ozorlansam ba misoli boladek, inson 60 ga kirsa ham onasini qumsaydi-ku azizlar. Shodlansam ham faqat sizni izlayman ona. Farzandiga ko'ksidan bol emdirgan ona. Hamma o'zgarsa ham bolasiga o'zgarmagan ona-ku azizlar. Yanoqlarimni yuvib o'pgansiz, boshlarimni quchib o'pgansiz. Qayerdan bilding deb so'rang onajon, chunki bugun o'z bolamni quchib men shuni bildim. Boshim og'risa og'rigan boshingiz. Kulsam huzurlangan, yig'lasam g'amga botgan siz onajon. Yurganimda qo'limni tutgan, yiqilsam suyab yiqilishimdan yelkamdan tutgan siz onajon. Huzurimdan oldin kechirgan siz onajon. Sizni qanday mukofotlar ila taqdirlash mumkin, imkon bor ona? Qur'on beti yuzidek yuzlaringiz mo'tabarimsiz ona. Sizni men qaritib qo'ydim. Yuzlaringizda buncha ajin ko'p onajon. Lekin men onam qarimaydi deb o'ylabman.
rangidan rang, jismidan quvvat bergansiz onam. Yigit bo'lsam-da siz uchun go'dakman, onajon. Soqolimga oq tushsa-da bag'ringizda bolalar kabi erkalangim keladi, onajon. Nega bugun shuncha haqiqatni bilganimda bugun uyimda yo'qsiz, onajon? Oh, mening tuproqqa aylangan onam. Davlatim ekansiz bilmabman, onajon. Bugunchi qalbimda tugab bo'lmas oh. Davlatim bor, uyim bor, bolam bor, lekin zaifligim bor, onajon. Men bugun zarra ekanman, siz esa ulkan tog' ekansiz, onajon. Men kichkina uvoq ekanman, siz butun kurrai zaminga sig'adigan shafqat ekansiz, onajon. Qabringiz ustida lola qizg'aldoq, uning ham yuragi meningdek dog'. Onajon, bugun men qiz ko'rdim, ajabda qoldim. Sizning siymoyingizni qizimning chehrasida ko'rdim. Alamdan qizimni onam dedim, onajon. Ruhingizni shod etmoq uchun bugun xatm qildim, onajon. Farzandining muhabbati ila dunyodan o'tgan ona sog'inchi ila yashayotgan bir yigitning ichki iztirobi. Alloh taolo o'tib ketgan onalarimizni ruhlarini shod etsin, go'rlarini nurga to'lsin. Bugun o'zini onasining poyida deb bilgan yigitlarga Alloh darajat bersin. Onamizga qo'shib otamizni ham sultonimiz aylasin. Ota-onasini qadrini bilganlarga Robbimiz izzat bersin.